Assalomu alaykum, qadrli, hurmatli, doimiy bizni kuzatib boradigan qadrli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi obyektlarimiz juda chiroyli holatda, chiroyli uyga o'rnadi. Endi hammaning uyi ham chiroyli, nima deydi bu? Chiroyli holatda fasollar bilan uyda proyektlari ham zo'r joyda joylashgan holatda bo'lgan ekan. Shunga qarab aytdim. Xo'p, bu yerimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani. Yuksalish MFM shunaqa ekan. Xo'p, bu yerga polностью G306 Akfa original mahsulotlariga alyumin seriya stigla paket, bitta oq, bitta grey, ya'ni o'sha o'ziga mos bo'lgan mokriy oynada, ichkarilari yo'duy bo'lgan. Xo'p, bu yerga qilingan ishlardan shunaqa ikki qanotli eshiklarimizdan, xo'p, tashqi ko'rinishda 3 ta, ichkarida 2 ta bo'lgan, high-tech fasonda panorama qilib aynilarini uyimizni proyektiga mos holatda, ya'ni o'sha seriya holatda bo'lgan mokriy rangda G306 Alux antrazit svetda aytib o'tganimdek termo ruchkalari bilan Xudo xolasa o'zgarishlar bilan qilib berganmiz. Bu tomonda ichkari nimalari bilan eshiklari, bu asosiy gilamli eshiklarimiz hammasi bitta bo'lgan. Xudo xolasa razmerlari ham почти bir xil. Romlarimiz bu tomonda 2 ta, bu yerda asosiy bitta, keyin gulxo'y holatda katta-katta bu tomonga sheskranli holatda tushgan uyimizga moslab qilib berdik. Xo'p, razmerlar bilan tanishtirib o'tsam, eshiklarimiz eni 1.25 bo'lgan, balandligi 2.38, 2.40, 2.40 atrofida, pastdan tepagacha 2 metr holatda eshik qo'yib berganmiz bu holatda. Termo ruchkalari bilan yengil holatda. Akfa zamoylari hamma yo'q o'zida. Podval eshiklarimiz bor. Bu yerda 2 ta, naryoqda yana bitta. Bitta eshik, naryoq bilan bitta ikkita eshik, fortishkalari bor. Xo'p, razmerlar bilan boshlasak, bu tomondagi romlarimiz, xo'p, 1.28 ga, balandligi 1.68 bo'lgan. Padagonlilari bor, 35 lik padagonlilari bilan qo'yib tugatdik. Bittadan ochilishi bor hammasini. Xo'p, bu yoqda erkinlarning cheskranli romlarimizdan, xo'p, romlarimiz eni 85, balandligi 1.68, bo'ylari bir xil bo'lgan. 1-2 sm farqi bor ekan, biz buni bir xil qilib oldik. Bu tomonda yana bitta xuddi o'sha romdan eshigimiz aytib o'tgandek 1.25 ga 2.40 bo'lgan. 85 ga balandligi 1.68. Bu tomondagi romimiz o'sha 1.30 ga balandligi 1.68 bo'lgan. Bir tomoni ochiladi. Xo'p, bu yerdagi romimiz eni sal kattaroq, 1.15, 1.12 mi, 1.15 bo'lgan, shuna atrofi. Balandligi 1.68. Bu yerda yana bitta kichkinagina podval fortichkamiz bor. Xo'p, budjetliroq variantda qilib berdik, ya'ni ikki qanotli eshik tushadigan joy 1.17 ga razmerlari, biz buni 80 sm ni ochiladigan qilib bir qanotli eshikka mosladik. Bu yer podval bo'lgan, gulli aynalari Evrika gulli oynada bo'lgan, taylari alkafon bo'lgan. Shtobi ayna sinmasligi uchun zashta qilib berganmiz. Xo'p, bu tomonlari high-tech bo'lgan. Bu ham romimiz aytib o'tganimdek bunisi kattaroq, 1.40 bo'lgan. 1.40 da ham teng bo'lib ikki ko'zli dodilar aytgan fasollari bilan chiroyli qilib berdik. 1.40 ga balandligi 1.68 bo'lgan. Eshigimiz 1.25 ga, balandligi 2.40. Tashqi ko'rinishimiz xudo xolasa shu ko'rinishda. Podval eshigimiz bu tomondagi razmeri, xo'p, 80 ga, balandligi 1.85 bo'lgan. Bitta podval eshigi bor ichkari ko'rinishda. Fortishkalarimiz bor, batta tashqarida 2 ta fortishka. Fortishkalarimiz eni 65 ga 50 bo'lgan, 68 ga 50 sm da fortishka bo'lgan. Xuddi shunaqa fortishkadan jami, xo'p, podvalda 3 ta, hammomning ichkarisida bitta, mehmonxonada bitta kattaroq fortishka bor. Bular tashqi ko'rinishi xuddi shu holatda. Narigi tomonda mehmonxonamizga kirishda bitta eshigi bor. Uni ham ichkaridan bo'lsa ham imkon qadar ko'rsatib o'taman. 1.25 ga, balandligi 2.40. Xo'p, общий shtugi esimda yo'q. Shu holatda bo'ldi. Bularni batafsil ichkaridan ham bir qator chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ichkari ko'rinishdan avval yaqinroq kadrdan narxini ham aytib o'taman. Xo'p, narxi shu yerni общий olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q bo'lib 27.500.000 so'm bo'ldi. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'ldi. Mana penalari ham где-то 0.5 santimetrdan ikki tomonda zazori bor. Mana xolasa ko'rib turgan bo'lsalaring. Xo'p, qulflanishlari xudo xolasa yengil holatda. Termo ruchkalar aytib o'tganimdek, zamoylari esa Akfada, rolini. Qulflanishlari ham xudo xolasa zich yopishgan, tomonlari ham, rezinkalari ichki tashqi hammasi Akfani o'zidan. Grey oynagimiz ichkaridan ko'rinishi ko'pchilik so'radi, mana shu holatda bo'ladi. Почти unaqa katta qorong'i qorish ehtimoli ham yo'q. Mana bu tomon oynali, bu tomon обычный holatdaysiz. Quyosh tushib turadigan joylarga zo'r. Xo'p, bu yerimiz o'sha aytib o'tganimdek 35 lik padagonlik, mokriy padagonliklari bilan, bu yerda esa hop, kirishkalari bor. Gulxoy oynada bo'lgan.
seli bitta katta bo'lib. Razmerlaricha razницasi borlarini bir xil qilib yuborganmiz. Tepalariga penalarni berib, romlarda eshiklar bo'yi bir xil ketgan. Bu esa ichkaridagi ko'rinishi romlar eshigimiz. Hop, 1.20 ga balandligi 2.35 bo'lgan. Shuning uchun bitta qilib berib yubordik buni. Bu tomoni ham xuddi o'sha holatda. Ikkita bir xil eshigimiz bor. Shuning uchun ikkovini bir xil qilib tepa ko'zlarini bermaylik degdi uyda egalari. Shunga mos qilib berdik. Ichkariga o'ngga ochiladi. Ular ham shu holatda. Yengil holatda. Bu tomondagi bitta romimiz. Xo'p, aytib o'tganimdek 35 lik pazagonnik. Xo'p, ruchkalari mana Rotto Swinga degan baholasi mana. Akfani o'zidan. Rotto Swinda o'zi ham bor. Bu Akfani o'ziniki. O'ziniki Rotto Swinda o'zi. Bundan bilan bir xil, faqat narxi qimmatroq. Hop, bu esa Fortishamiz. 1.15 ga balandligi 60 bo'lgan. Xuddi shu holatda bu yerga qaychi mexanizm qo'yganmiz. Ochilishlari delfin ko'rinishida bo'lgan. Tepadan pastga ochilishi udobli deganlariga shu holatda qilib qo'yib berdik. Bu yerda ham kirishkalari bor. Iloji boricha qisqaroq kerakli joylarni tushuntirib o'taman. Hammasi bir xil holatda. Har bittasiga bittadan to'xtasak vaqtimiz o'tib ketadi. Hop, bu yerda bitta hammom eshigimiz bor. Hop, 68 ga balandligi 70 ga balandligi 1.90 bo'lgan. Shu holatda. Ular ham ishni ruchkada bo'lgan. Lekin ichkaridan qulf kaliti bor. Fortishamizni aytib o'tganimdek, hop, 60 ga 55 bo'lgan. Fortishga qaychi mexanizmda ochiladi bu ham tepadan pastga. Oynalari evrika gulli oynaydi. Hammasi aynalarimiz stikla paket fortishkalarigacha. Bu tomonning ichkaridan ko'rinishlari pashti bir xil. Bu yerda eni katta, yorug'roq bo'lsin deb kattaroq rom qo'yishgan ekan. Bu yerimizdagi rom ham pashti bir xil. Hammasi faqat razmerlarda farqi bor. Xudo xolasa mana ochilishlari. Hop, aytib o'tishgan nimamiz bor. 1.20 lik, 1.200 lik ispanlitel qo'yib berganmiz. Bu ham mana Akfani o'zidan. Hop, shu holatda bo'ldi. Videomizda kamchilik xatolari bo'lsa, uzr so'raymiz. Ishdan keyingi video to'g'ri tushunasizlar. Hop, mana shu holatda bo'ldi. Narigi tomonni ham ichkaridan ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Bular ham mokri evrika gulli oynaydi. Palvar fortishda eshigimiz, qaylari alkafon bo'lgan, qulf kalitlari bor. Bu tomondagi eshigimiz mana. Bu yer battan mehmonxonaga kiraverish xoti ekan. Shu holatda bo'lgan. Chirishlari yengil holatda. Bu yerda pol yo'q. Imkon qadar shu yerdan ko'rsatishga harakat qilaman. Hammasi bir xil holatda aytib o'tganimdek. Hop, xudo xolasa shuning bilan o'z videolarimiz o'z yakuniga yetdi. Bugungi ishlarimiz hammasi batafsil. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Niyat qilganlar, xudo xolasa hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Hammaga yana bir bor rahmat.